Allah Taolaga xiyonat qilish deganda eng dastlabki kallamizga keladigani Allohni inkor qilish, shirk keltirish bo'ladi. Allohning buyruq cheklamalariga rioya qila olmaganligimizning jazosini tortayotganligimizmi ochiq bir haqiqat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Assalamu alaykum aziz qarindishim. Ulug' Ramazon oyining rahmat kunlarini uzitib, mag'firat kunlarida turyapmiz. Bu munosabat bilan o'zimdan boshlab butun qarindoshlarimga Alloh taolaning o'z ixtiyorligimiz bilan zimmamizga yuklagan omonatlarni joyida ado qilish orqali Allohning rahmatiga erishish umidi bilan va ketkizib qo'yganlarimiz uchun mag'firat tilash bilan so'zimni boshlayman. Biz bugungi suhbatimizda yuqorida mo'ngli qiroat bilan bizga eslatib o'tilgan xiyonat qilmaslik haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xiyonat omonatni egasiga asldagi holatida topshirmaslik, berilgan vazifani joyida ado qilmaslik, boshqalarga o'zini ishonchlik ko'rsatgandan keyin u ishonchdan foydalanib ziyonkashlik qiladigan ishlarni qilish degan ma'nolarni bildiradi. Xiyonat deganimiz dinimiz harom qilgan qabih bir qilmish bo'lib, amaliyotda har qanday bir inson din yoki davlat tarafidan qabih deb qaralgan. Bu xiyonat davlatga qarshi qilinganda o'lim bilan jazolantiriladigan bir og'ir jinoyatdir. Undaqda inson bu jinoyatni yaratquchisi bo'lgan Allohga qarshi qilsa-chi, insonning dunyo oxiratlik nijotligi uchun avatilgan muborak inson payg'ambarimizga qarshi qilsa-chi. Yuqorqi oyatning nozil bo'lish sabablari haqida olimlar to'xtalib mundoq deydi. Musulmonlar bilan tuzishgan sulhiga xiyonat qilgan Bani Qurayza yahudiylari 21 kunlik muhosirdan keyin payg'ambar alayhisolamning Sa'd ibn Ubadani orasida hakamlik qilib qo'yish taklifini qabul qilmay, Abu Lubabaning bergan hukmiga rozi bo'lganligini aytgandan keyin Abu Lubabadan Sa'd ibn Ubadaning hakamligiga ma'qul bo'lgan bo'lsa, u qanday hukm qilgan bo'ladi degan javobiga o'ltirish hukmini berdi deganni ifodalash uchun gelini ko'rsatdi va darhalla o'zining bu qilmishi bilan payg'ambar alayhisolamga xiyonat qilganligini his qilib tavba qildi. Bu oyat mushu kishi haqida nozil bo'lgan. Alloh taolaga xiyonat qilish deganda eng dastlabki kallamizga keladigani Allohni inkor qilish, shirk keltirish bo'ladi. Chunki bir insonning o'z yaratquchisini tunib turib inkor qilishi yoki o'ziga qilchimi foyda manfaat yetkazolmaydigan har turli shay'i yoki jonliqlarni Alloh bilan o'xshash o'rinda qo'yib shirk keltirishdan katta nonko'rlik bo'lmasi kerak. Allohga xiyonat qilishning yana bir shakli bo'lsa, Allohga iymon etgandan keyin nafsi xohishining orqasiga kirib, Allohning buyruq cheklamalariga bo'ysunmaslik, Alloh ato qilgan a'zolari orqali Allohga ibodat qilmaslik, dunyo oxiratligi uchun manfaatli ishlarni qilishning o'rniga Allohning cheklamalariga bo'ysunmaslik, Alloh cheklaganini yeb ichish, Alloh harom qilganiga qarash qatorliqlardir. Shundaqla yana Allohning buyruqlarini o'rindisimi, buni Alloh rizoligi uchun emas, balki atrofidagi insonlarga ko'rsatish uchun, ya'ni riyo qilish uchun qilgan bo'lsa-mu, bu xiyonat hisoblanadi. Buni islom olimlari kichik shirk deb atagan. Yana Allohga xiyonat qilish deganda Allohning do'stini do'st, dushmanini dushman deb qaramaslikmi maqsad qilinadi. Chunki o'ziga o'xshash yana bir insonni yaxshi ko'rish, uning yaxshi ko'rganlarini yaxshi ko'rish, uning yomon ko'rganlaridan yiroq turishni taqozo qiladi. Bundoq bo'lgan ekan, Allohni yaxshi ko'rdim degan da'voni qilgan bir musulmonning Allohning dushmanlari bilan eg'iz burun yalishib yurishi, navbat kelganda Allohning cheklaganlarini qilishga olib boradi. Uning yomon niyatini his qila olmasdan musulmonlarning manfaatiga ziyonli ma'lumotlarni berib qo'yishi, shundaqla musulmonga yarashmaydigan ish harakatlarni qilib qo'yishini keltirib chiqaradi. Shuning uchun tavallo va tabarro islom aqidasining eng muhim bir qismi hisoblanadi. Rasulullohga xiyonat qilish deganimizda qalbimizga darhalla munofiqlar keladi. Chunki payg'ambar alayhisolamning oldiga kelganda o'zini musulmon deb ko'rsatib, yahudi mushriklarning qashig'iga kelganda bo'lsa, tilini shular bilan bir qilib olganlar Qur'oni Karimda munofiq ismi bilan tilga ilingan. Munofiq xarakteri murakkab, qilgan ishlari qabih, tortadigan jazosi eng og'ir insonlar bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda munofiqlar haqida uzun to'xtalgan. Rasulullohga xiyonat qilish yana kunimizda avj elayotgan bizga Qur'onni yetido safsatisi bilan hadisni inkor qilganlardimi ochiq ko'riladi. Bular amaliyotda Qur'oni Karimni dastak qilib olgan bo'lsa-mu, bularning asli maqsadi nafsi xohishi xohlaganni qilg'izmagan tusalg'ulardan qutulish. Bu xuddi Yahudi nasoralarning dinning buyruq cheklimalarini nafs xohishiga
mos keltirish uchun Tavrat, Injilni o'zgartganiga o'xshash bir ishdir. Shuning uchun hadis inkor qilganlarning oxirining kufrlikqa berib to'xtaganligini ko'p ko'ramiz. Hadisni inkor qilish, sunnatni tark etish yoki sal qarashmi payg'ambar alayhisalomga qilingan xiyonat hisoblanadi. Xo'sh, undaqda xiyonat qanday ziyonlarni keltirib chiqaradi? Alloh va rasuliga xiyonat qilgan kishining atrofidagi kishilarga xiyonat qilishi turg'anligi. Chunki o'z yaratquchisini tunimagan yoki tunigan holatdami buyruq cheklamalarga parvo qilmagan bir insonda insondan hayiqish, hayo qilish, hayot prinsipi bo'lmaydi. Shundaqla g'aybiy qo'rqinch bo'lmaydi. Undaq bo'lgan ekan, bundaq kishilar agar tashqi besim bo'lmagan ahvol ostida o'zi xohlaganini bahramon qila oladi. Agar bir jamiyatda xiyonat keng tarqalgan bo'lsa, undaq jamiyatda kishilarning bir-biriga jon, mol va yuz obro'ylar jihatda qilchimi ishonch qolmaydi. Undaq jamiyatda huzur, halovat bo'lmaydi. Undaq jamiyat xorliqda qoladi. Qur'on Karimda eng ko'p tilga ilingan yahudiylar buning tipik misoli bo'la oladi. Ular Qur'oni Karimda payg'ambarlarga qilingan xiyonatlar bilan tilga ilinadi. Payg'ambarlarga xiyonat qilgan u millatning tarixiga qaraydigan bo'lsak, o'zi yashagan davlatga, xalqqa qilgan xiyonatlari sababli dunyoda musulmonlardan boshqalarning himoyasiga erisha olmay 2000 yil atrofida surgun bo'lib yurganligini bilamiz. Endi o'zimizga bir qarab boqaylik. Payg'ambar alayhisalomning tarbiyasida yetishgan sahobalar ozgina vaqt ichida o'z zamonidagi kuchlarni Allohning diniga chaqirish orqali nurg'unlagan millat va davlatlarni islomning rahmatiga erishtirgan. Islom dini orqali o'zlarimi izzat va qudratga erishgan edi. Buning aksicha keyingi zamonlarda Allohning buyruqlariga xiloflik qilgan holatda yashagan musulmonlar mag'lubiyatga uchragan, xorliqda qolgan. Xuddi bugungi kundami Alloh taolo biz musulmonlarni uyg'otish, sinash, sabit qadam bilan tura olganlarni oxiratda mukofotlash sababli turli musibatlarni berayotganidek, Allohning buyruq cheklamalarga rioya qila olmaganligimizning jazosini tortayotganligimizmi ochiq bir haqiqat. Shunda boshqa jamiyatlarda bo'lganiga o'xshash bizning oramizdami xoinlar mavjud. Ammo dinga, millatiga, vataniga xiyonat qilgan kishilarga qanday pozitsiyada bo'lyapmiz? Ularga qilmishlar tufayli jazo berildikmi? Yoki yanala burunqidek chiroyli salomlashib yashayotamiz? Ularning qilgan xiyonati faqat oxiratda emas, bu dunyoda jazolanish kerak bo'lgan, hech bo'lmaganda zulmga uchirganlar tarafidan nafratga uchraydigan bir qilmish emasmi? Ammo bizdagi ziyoda hissiyotchanlik, dushmanlarni osonlik kechiritish va mushundaq masalalarda keskin qaror ololmaslik qatorliq sabablar tufaylidan oramizda xoinlar ozish uyoqda tursin, ko'payib ketyapti. Acaba bu masalada bizning qanchalik mas'uliyatimiz bor? Bu savollarni o'zimizdan hisob elib tavba qilib oladigan bu ulug' kunlarda qaytadan so'rab beqishimiz kerak. Aziz qarindishim, xuddi Alloh taolo qisosda hayotlik bor deb aytgandek, g'azab nafrati aniq bo'lgan bir millat ro'noq topa oladi. Aksicha bo'lganda, jamiyatda aymanmasdan Alloh va rasuliga xiyonat qiladigan, vataniga xiyonat qiladigan, millatiga xiyonat qiladigan xoinlar ko'payib, jamiyat texmo xaroblikka yuzlanadi. Shu sababdan boshda o'zimizni, ondan atrofimizdagi kishilarni xiyonatdan yiroq turishga da'vat qilish va bu haqda saviyamizni texmo yuqori o'stirish, shundaqla xatoliklarni tuzitib tavba qilish bizni nusratga yana bir qadam yaqinlashtiradigan omillardan biri bo'ladi. Ulug' Allohdan hammamizga hidoyatni ziyoda qilishini va hidoyat ustida mustahkam qilishini, shundaqla xiyonatchiga keskin pozitsiyada bo'la oladigan kuch-quvvat va jasorat ato qilishini tilayman.